Biz ancha vaqt davomida Kanada va Amerika chegarasida bo'lgan Buffalo shahrida yashaganimiz bois, shunchaki narsalarimizni yuk mashinasiga joylab, chegaradan o'tmoqchi bo'lganmiz. O'zimiz bilan olib ketayotgan yuklarni rasmiylashtirish uchun ofisga kirdik. Olib o'tayotgan narsalarimizni rasmiylashtirish davomida uzoqdan ofis menejeri mani o'zini oldiga chaqirdi va menga Kanadada soliq sug'urtasi qildirdinglarmi deb savol berdi. Soliq sug'urtasi chet elda, xususan Amerika, Kanada, Koreya kabi rivojlangan davlatlarda bu inson uchun eng muhim va zarur ehtiyojlardan biri hisoblanadi. Chunki sog'lig'ingizda kichkina muammo bo'lsa ham shifokorga murojaat qilish xizmat haqi juda baland chiqishi mumkin. To'g'risi, Kanada PR vizasini olganimizga ancha bo'lgan bo'lsa-da, turmush o'rtog'imni ishlari sabab biz Kanadaga hali butunlay ko'chib ketmagan edik va albatta hujjat ishlarini ham boshlamagan edik. Kanada sog'liqni saqlash tizimi asosan davlat tomonidan moliyalashtirilganligi sababli unga yozilish uchun ham ancha vaqt talab qilinardi. Albatta, nodavlat sog'liq sug'urta kompaniyalari ham bor, faqat ularga yozilish ozgina kattaroq mablag'ni talab qilinadi. Biz ushbu holatni ofis menejeriga tushuntirdik. Muqim yashashni boshlashimiz bilan davlat tomonidan belgilangan sug'urtani rasmiylashtirishimizni aytdik. Shunda u turmush o'rtog'imni o'zini oldiga chaqirdi va biz umuman kutilmagan gapni aytdi. Ya'ni turmush o'rtog'imga sizlarni Kanadaga hozir kirita olmayman dedi. Biz tushunmay qoldik boshida. Ofis menejeri taxminan 50 yoshlaridagi ayol kishi edi va keyingi so'zlari mani ko'z yoshlarimni to'xtata olmaslikka sabab bo'ldi. Ya'ni Niagara sharsharasi ham mani ko'z yoshlarim oldida hech nima bo'lmay qoldi. Agar hozirni o'zidayoq nodavlat sug'urta kompaniyasidan bo'lsa ham ayolingizni sug'urtalamasangiz, sizni Kanadaga kirita olmayman. Ayolingiz homilador. Va bu yerda shifoxonalar sug'urtasiz sizni qabul qilmasligi mumkin. Ayolingizga esa istalgan vaqtda shifokor ko'rigi kerak bo'lib qolishi ehtimoli bor. Men ayolingizda bunday og'ir vaziyatga tushib qolishni xohlamayman. Amerikada esa sizlarning sug'urtangiz bor ekan, hozircha uning sog'lig'i uchun eng xavfsiz joy bu Amerika dedi. Bu men uchun oddiy gaplar emas edi. Meni yig'latgan narsa shu bo'ldiki, bojxona menejerining bu so'zlari uning bevosita xizmat vazifasiga kirmasa-da, meni o'ylab, meni sog'lig'imni o'ylab, bo'lajak tug'ilajak farzandni o'ylab, shunchalik qayg'urib yo'l ko'rsatgani bo'ldi. Bu esa o'sha insonning qanchalik odamiylik hissi kuchliligidan dalolat edi. To'g'risi, shuncha yil chet ellarda yashab, o'zimni hech qachon Kanada chegarasida begona bir inson tomonidan himoyalangandek xavfsiz his qilmagan edim. To'g'ri, Koreyada uzoq yillar yashab, o'zimni erkin tutgan bo'lsam-da, baribir u davlat odamlari uchun men chet ellik odam bo'lib qolganman. Bu gaplarimni Koreyada yashaganlar meni judayam yaxshi tushunsa kerak. Hatto Amerika ham dunyoga erkinlik huquqi bilan tanilgan bo'lsa-da, baribir bu yerda o'zimni qandaydir begona yurtda yurgandek his qilardim. Ammo Kanada chegarasida hali bir kun ham bo'lmasimdan, mana shu suhbat orqali men bu davlatda ayol sifatida, inson sifatida o'zimni qanchalik himoyalanganligimni his qildim. Bu esa ayol kishi sifatida eng muhim qadriyatlardan biri deb hisoblayman. Turmush o'rtog'im vaziyatni to'liq tushunib, darhol onlayn tarzda Kanada nodavlat sog'liq sug'urtasiga yozdirib qo'ydilar. Bojxona menejeri buni o'z ko'zi bilan tasdiqlab bo'lgachgina bizga Kanada davlatiga xush kelibsiz deb omad tilab ofisdan kuzatib yubordi. Bu voqeadan keyin Kanadani yanayam sevib qoldim. Oldin Kanada haqida, Kanadaning odamlari haqida faqatgina statistika ma'lumotlarga asoslanib bilgan bo'lsam, endi o'z ko'zim bilan ko'rib yana va yana shunga ishonch hosil qildimki, bu yurt odamlari nafaqat tizim va qonunlari bilan, balki o'z odamgarchiligi sifatidan ham yuqori o'rinlarda turar ekan. Va yana ushbu voqea shuni o'rgatdiki, davlatning buyukligi uning iqtisodi bilan emas, balki odamlariga bo'lgan munosabati bilan o'lchanar ekan. Agar sizlarda ham shunday ta'sirli voqealar bo'lgan bo'lsa, kommentda kutib qolaman. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha